Assalomu alaykum. Mr. Rasulbek kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun o'rganadigan narsamiz hammani hayoti uchun juda ham muhim hisoblanadi. Bu nafaqat sizni hayotingiz, balki sizni farzandlaringiz hayotida ham juda ham muhim hisoblanadi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman va bu videoni boshqalarga ham ulashishingizni so'rab qolaman, chunki bu hammaga yetib borsa, bu juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Va odamlar buni bilib o'rganib olsa, biz uchun yaxshi hisoblanadi. Demak, bugungi o'rganadigan narsamiz bu yoshlik qonuni deb ataladi. Bugun yoshlik qonunini o'rganib chiqamiz. Yoshlik qonuni nimadan iborat deydigan bo'lsak, yoshlik qonuni bu o'sha yoshlikdagi mana hozir mana birin-ketin tushuntirib o'taman. Mana o'zi o'rtacha statistik ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda insonlarni o'rtacha yoshi bu 70 yosh bo'lar ekan. O'rtacha yosh 70 yosh hisoblanar ekan. Endi o'sha 70 yoshdan taxminan 15 yoshgacha 15 yoshgacha biz bolalik qismi hisoblanadi, ya'ni bolalik va o'smirlik qismi hisoblanadi. Bu paytda asosiy biz o'yin-kulgi shunaqa narsa, endi o'rganishlar bilan shug'ullanamiz va o'rganishga ham chanqoq bo'ladi. Endi 15 yoshdan 30 yoshgacha. Buyog'i mana buyog'i yana 15 yil, buyog'i 40 yil. Endi mana shu joyda bitta muhim qoida rol o'ynaydi. Ya'ni qoida qanaqa deydigan bo'lsak, qoida shunaqaki, mana shu 15 yil, ya'ni 15 yoshdan boshlab 30 yoshgacha umrimizni qanaqa sarflaydigan bo'lsak, o'sha narsa bizni undan uyog'iga ta'sir qiladi. Ya'ni qolgan 40 yilligimizga ta'sir qiladi bu narsa. Bu qoidamiz shunaqa ekan. Demak, qoidani takrorlayman. 15 yoshdan 30 yoshgacha, ya'ni o'sha 15 yil oralig'ida biz qanaqa o'tkazadigan bo'lsak, shu 15 yilni o'sha qolgan 40 yilimiz o'shanga bog'liq. Bu degani nima degani? Endi tushuntirib o'taman, qaranglar. Bu degani biz 15 yoshdan 30 yoshgacha agar faqatgina o'sha nima deydi, dam olish, qanaqadir nima deydi, umrimizni bekor vaqtlarga sarflab shunaqa qilib o'tkazadigan bo'lsak, u holatda bekorchilik deydigan bo'lsak, bekorchilik u holatda qolgan 40 yilimiz biz uchun qiyin o'tarkan. Qiyin o'tarkan. Mana shu 15 yoshdan 30 yoshgacha biz bekorchilik bilan shug'ullanmasdan qaysidir bitta sohani egallab yoki qaysidir bir nechta sohalarni egallab, o'rganib, o'sha sohani mutaxassisi bo'lib, umuman o'zimiz yoqtirgan narsani topib, o'shani nima deydi, o'sha soha bo'yicha yetuk bir mutaxassis bo'lib yetishadigan bo'lsak, ya'ni bu degani vaqtimizni bekor ketkazmaslik, ya'ni yaxshi narsaga sarflash deylik. Narsalarga sarflasak, u holatda qolgan 40 yilimiz biz uchun oson o'tarkan. Biz uchun oson o'tarkan. Endi siz 30 yoshdan katta bo'lishingiz mumkin bu videoni ko'rayotgan paytda, yoki umuman hali yosh bo'lishingiz mumkin. Bu narsa misol 30 yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu narsani farzandlaringizga qo'llasangiz bo'ladi. Agar 30 yoshdan kichik bo'ladigan bo'lsangiz, hozir ham kech emas. Bu narsa uchun o'sha vaqtingizni zoya ketkazmang va bekorchi narsalarni kamroq qiling. Ya'ni bekorchilik deganda ba'zi sotsial medialarda ko'p o'tirish, shunga o'xshaydigan bekorchi narsalarni ko'p ko'rish, mana shu narsalar ham kiradi. Bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa va sizlar uchun qanaqadir manfaat keltirgan bo'lsa, videomizga like tugmachasini bosishni so'rab qolaman va do'stlaringizga ham jo'nating.